Navbatdagi 10 talik stanogimiz Surxondaryo viloyati Boysun tumaniga ketyapti. Karim akamizga tayyorlab beryapmiz. Maxsus buyurtma asosida tayyorladik 10 talik stanogimizni. Maxsus deganimizda mana yumaloq teshik bilan, yumaloq emas, tuxum shaklidagi avalni teshiklardan hisoblanadi. Bunda ham qo'shimcha vibratorimiz bor. Blogimizni mustahkamlash uchun xo'sh, yana bosh boshqaruv pultimiz har doimgidek. Bu yerda faqat 8-knopkamiz bor. Elektro shiti Chint original. Chint bu yerda ограничительlari bor, ya'ni konservatorlari bor. Tepaga ko'targanda mana bu yerda urib bir joylarni sindirib olmasligi uchun bu yerda konservator qo'yilganmiz. Reduktorlar har doimgidek rossiyskiy, sovetskiy hisoblanadi. Garantiyamiz bor. 6 oygacha garantiya beramiz. Bu stanok o'rtacha 3000 tadan 3000 tagacha, maksimum 5000 tagacha buloq qo'yib beradi. Kimga shunaqa shlaka buloq uskunalari yoki mana bunga o'xshagan kolodis uskunalar kerak bo'layotgan bo'lsa, albatta bizga murojaat qilasiz. Sog' bo'lasiz, salomat bo'lasiz.